do'stlar, o harfi bo'lgan yangi bir do'stimiz sizlar bilan tanishyapsam deyotdi. Sizlar bu do'stinglarning har xil shakllari, so'zlardagi o'rni va yuqorida o'rganib o'tgan harflar bilan birlashib, qanday so'zlarni yasay oladiganligiga diqqat qilinglar. Qiynamsa, u do'stinglar kelib qoldi. Baş o. Yalğız o. Ayak o. Ulan mı o? Osman jim o'ltir. O'qu salaman. Onta o'quma, yaxya qo'rqaman. Dada doppatik, men doppa satay. Mende radyo ba, sende ço. Mende unundun mu yoğun radyo ba? İşki radyo nakşi etti, işki bana kulak etti. Sol kolumda ot alımen, on kolumda çakımız yeymen. O, ne, on. O, te, ot. Oğa ra'ni qo'ysak ora bo'ladi. O re ara ora. Oğa ta'ni qo'ysak ota bo'ladi. O te ata ota. A te ata ata. O te ot. O te ata ota. Ata ot ota. Toz haqida hikoya. Bir kuni quyosh ag'rib qog'ashqa uydan zodira chiqqili unumabdi. Quyosh chiqmasa hech bir jonliq ishini qilolmaydi ekan. Buningdan ajablangan toz quyoshni yo'qlab berib, uning uyining oldida larsan usulga tushibdi. Quyosh tozning maqsadini tushunib uydan chiqishga ma'qul bo'ldi. Yana bir kun, yana bir hayotlik boshlanibdi. Toz quyoshni osmonga chiqarib atgandan keyin orom elib o'tirgan bir juft ota bolani ko'ribdi. Oğlum, anladın mı? Radyoda bugün yağmur yağıdı devatıdı. Etizdeki kalan otlarını tezrak otu ötey. Deptu atısı bir çağda. Ma'qul, deptu bala. Ula etizga kepti. Alay oğlum, otni mavi orgaq bilen al. Deptu atısı. Birdemden keyin rastıl yağmur yağıp ketibdi. Ata bala ishkaylan amalsiz uyga qarab yo'l oldi. Yağmur bag'ansira qattiq yig'ib ketibdi. Quyosh uydan chiqqaniga pushaymon qilib yig'lab ketibdi. Biroq har qancha qilsa-mu, bulutlar orasidan qaytib tushamabdi. Ota bola qizg'in paranglashib ketib olsa, ularga heliqi toz uchrab qoldi. Toz ularga atdiganda quyoshni qanday qilib osmonga etib chiqqanligini so'zlab beribdi ekan, ular tozga rahmat aytibdi va uni uyiga mehmon bo'lishga taklif qildi. Toz borolmaydiganligini aytib, ular bilan xo'shishibdi. Ota bola ikkisi uyiga qaytishibdi. Tozmu quyoshning yanada qattiq og'rib qolishidan ansirab, uni qaytirib akagili minibdi. Shunday qilib toz quyoshning insonlarning yaqin do'sti bo'lib qoldi.